Assalomu alaykum, hurmatli tadqiqotchilar, ilmiy izlanuvchilar. Kecha Telegram kanalim orqali demak video post e'lon qilgandim. Qaysiki Google Forms orqali to'plagan ma'lumotlarni bir nechtasi demografik savollar edi va ularning o'lchov birliklari nominal o'lchov birligida bo'lganligi uchun raqamli ko'rinishda kodlab chiqqan edim. Qaysiki Stata dasturida demak turli xil demak deskriptiv va statistik inferential statistics ga tegishli bo'lgan testlarni bajarish uchun hozirda Stata oynasini ochganman va fayl bo'limi orqali shu tayyorlab qo'ygan Excel ko'rinishidagi faylimni Stataga yuklab olamiz. Bunda brauzer orqali faylni tanlab va bu yerda import first row as variable names qatoriga galочка qo'yamiz va biz demak to'liq fayldagi ma'lumotlarni yuklab olamiz. Brauzer orqali ko'rishimiz mumkin hamma ma'lumotlar raqamli. Agar demak o'sha 1 dan 6 gacha bo'lgan demografik ma'lumotlarimizni raqamli ko'rinishda kodlamaganimizda ular qizil yozuvli va qizil rangda bo'lgan bo'lar edi. Hozirgi qiladigan amalimiz endi mana shu age, gender, education, residence, usage frequency va types of DFC variablelarni mana bu qiymatlarini endi demak so'zli ma'lumotlarga yana qayta o'girib chiqamiz. Menga menyuda ishlash osonroq. Data menyusi orqali data utilities, label va adashmasam manage value label edi. Create label orqali demak age dan boshlaymiz. Hozir biz demak variable'ni qiymatiga demak matnli variable'ni valuesiga ya'ni o'sha qiymatiga 1, 2, 3, 4, 5 ga demak matn yozib chiqamiz. O'sha asl savolnomada qanday bo'lgan bo'lsa o'sha. Keyin uni variable'ga ya'ni o'zgaruvchiga uni keyin biriktiramiz. Yosh bo'yicha demak birinchi mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Menda bir raqamini belgilaganman, kodlaganman 18 25, 2 26 35, 3 36 45, 4 46 55 va 56 undan yuqori yoshni demak 5 raqami bilan kodlaganman. Xo'p, bu yerda 18 25 add ya'ni qo'shib ketaveramiz. 2 26 35 3 35 36 45 4 46 55 va 5 55 56 va plyusni belgilasak bo'ladi. Bunda endi hozir biz demak variable'ni qiymatini demak kategoriya ko'rinishda kategoriya data type'da yozib chiqdik. Brauzerda ko'radigan bo'lsak, bu hali o'zgarmagan. Age o'ziday turibdi. Sababi hali boyaga yozgan value'ga bergan qiymatlarimizni hali biz variable'ga biriktirmadik. Yana o'sha data utilitiesga o'tamiz va bu yerda mana assign value label to variables degan bo'limcha bor. Bunda уже label age tayyor. Biz buni demak age degan guruhga demak variable'ga biriktiramiz va OK'ni bosamiz. Ana endi browser orqali ko'radigan bo'lsak, demak mana demak 1 2 3 4 5 lar o'sha o'zini yosh kategoriyasi bo'yicha o'sha so'rovnomada qanday bo'lsa shunday demak qiymatlarga qaytganini ko'rishimiz mumkin. Keyingisi gender. Bunda hozir videoda men hammasini demak age, gender, education, residence, usage frequency, types of DFC gacha ko'rsatadigan bo'lsam, video bunda ko'payib ketadi. Hozir mana bu genderni ko'rsataman, shu bilan keyin videoni tugataman-da, keyin boshqa nimaga statadagi amalga o'tganimizda yana qayta video instruksiya tayyorlayman. Hop, yana shu data utilities orqali label variable va manage value label o'tamiz. Create labelga label pastga chiziqcha gender. Bunda adashmasam bir ingliz tilida yozaverganimiz yaxshi, chunki men buni jadvallarni hop maqolaga
joylashtiraman ingliz tilidagi maqolaga. Dissertatsiyaga joylashtirayotgan paytimda balkim yana qayta ishlarman yoki ingliz tilidagi ko'rinishda joylashtiraman. Xo'p, bir male bo'ladi. Bir erkak kishi male bo'ladi, 2 female. Okey. Endi biriktiramiz. Assign value orqali gender buni gender hni o'chiramiz. Okey. Brauzer orqali tekshirib olamiz. Mana bir male, 2 female bo'lib o'zgargan. Shunday qilib education, yashash, qishloq va shaharni ham o'zgartirib olaman va qolgan yana 4 ta o'zgaruvchini o'zgartirib olaman. Keyingi video instruksiyada har bitta mana bu itemni, 3 ta itemni bittadan men variable ga aylantirib olaman va uni o'lchovligi continuous ga aylanadi. Shu video instruksiyani tayyorlayman ikkinchida. E'tiboringiz uchun katta rahmat.